xohlasa. Ya'ni bugungi mavzuyimiz Kahoot'ni qanaqa tuzish kerak, qanaqa olinadi. Qisqaroq, o'zi juda qiyin emas. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Bismillah deb boshlaymiz. Birinchi Google'ga kiramiz. Kahoot degan sayt bor, ya'ni kahoot.com. kahoot.com sayti bor. Xo'p, hammaga ko'rinyaptimi? Yaxshi ko'rinyaptimi hammaga? Yaxshi ko'rinayotgansiz plyus bosib qoldiringlar oxirgi kommentariyaga. Plyus bosinglar. Ekran hammaga ko'rinyaptimi? Aha, rahmat. Bittasi so'rab qolaman, ozgina qotishlar, texnik nosozlik bo'lsa, IP bermay qo'yasizlar. Chunki odam ko'p, 50 ta odam ham baribir ozgina yuklama beradi va ekranda internetda muammo bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, hammamiz bo'ldi, e'tibor qaratamiz, ekranga qaraymiz. Xo'p, kahoot.com, kahoot.com saytiga kiramiz. Mana bu yerda login bilan kirsak bo'ladi. Login degan joy bor o'ng tomonda. Xo'p, ya'ni bu kirish kerak, sayt ichiga kirish kerak. Shuning uchun login bilan kiramiz, login bilan. Endi menda shundoq kirib ketdi. Menda shundoq kirdi, lekin sizlarda nima qilishi mumkin? Ro'yxatdan o'tish so'rashi mumkin. O'shaning uchun bitta ro'yxatdan o'tib qo'yish kerak. Shunda kirsiz, ro'yxatdan o'tasiz, qiyin ish emas u joyi. Xo'p, biz bu yoqdan davom ettiramiz. Hamma kirdi, ko'rdi bu yog'iga. Bu meni Kahoot, ya'ni galereyam, Kahoot saytim bu. Ya'ni maxsus meni sahifam. Mana kirganimizdan keyin create tugmasini bosamiz. Create degan tugma bor, create degan tugmani bosamiz bu yerda. Ya'ni bu yerda Kahootni bosamiz. Ketdi. Bosishimiz bilan nima qiladi? Bo'ldi, mana bizga savollar chiqarib beradi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi test tuzishimiz kerak endi sizlar bilan test tuzishimiz kerak. Agar istasanglar biror bir mavzuni teksti bo'lsa, menga tashlasanglar kommentariyaga, shu bo'yicha tuzamiz. Agar kimdadir bo'lsa, shu bo'yicha tuzishimiz mumkin bo'ladi. Hop, kimdadir bo'lsa agar ma'lumot yoki men o'zim internetdan qarab topishim mumkin. Mana endi test tuzishga kirdik biz. Mana shu yo'l bilan test tuzishga kirdik. Hop, kelinglar, bo'lmasam agar sizlar tashlasanglar, sizlarni testinglardan tuzamiz. Bo'lmasam biror bir mavzudan qidirib topib, biror bir mavzudan test tuzamiz. Hozir biz test tuzishimiz kerak. Hop, nimadan tuzamiz? Alisher Navoiy, Amir Temur, nima mavzudan tuzamiz? Hop, aytaylik, Amir Temur mavzusidan, Amir Temur haqida deymizda, Wikipediyadan Amir Temur haqida ma'lumot olamiz. Hop, Amir Temur haqida tuzamiz. Amir Temurdan bizga ko'proq ma'lumot kerak. Mana bu yerdan xuddi shuni o'rniga nima qilsangiz bo'ladi? Biror bir kitobingizdan tuzsangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz kitobinglarni tashib berasiz, yoki PDF va tekst variantida tashlaylik, tekst variantida olamiz. Hozir menda kitob yo'q bo'lgani uchun chiqmadi. Xullas aytmoqchi bo'lganim, biror bir joydan kirib tekst sug'uramiz. Kerak bo'lsa yoki o'zimiz tuzishimiz mumkin testni, yoki bilmadim. Men nima qilaman? O'zim tuzib o'tirmayman, vaqt oladi bu. Ko'pchilik o'zi tuzadi. Agar hech qayerda yo'q bo'lsa, siz aytayotgan ma'lumot o'z tuzishingiz kerak. Men nima qilaman? Osonroq yo'li bor. Amir Temurga kirdim, ma'lumot oldim. ChatGPT ga tashlayman keyin. Hamda ChatGPT bor. Sun'iy intellekt, ya'ni kim bilmasa ishlatishi, shu haqida alohida darsim bor. Sun'iy intellektdan qanday foydalansa bo'ladi degan dars. Menga keyin aytsanglar, tashlab qo'yaman sizlarga. Nima qilaman? Amir Temur mavzusidan tekst sug'urib oldim. Sizlarga tushuntirish uchun shu mavzuni oldim hozir. Hop, ketdi. Bu yoqqa tashlayman deb men aytaman keyin. Mana bu yoqqa tashladim. Hop. Menga Kahoot uchun test tuzib ber. Test tuzib ber. A, B, C, D. To'g'ri javoblari bilan, to'g'ri javobni belgilagan holda, to'g'ri javobni belgilagan holda. Nechta bo'lsin? Biz 10 ta qilaylik, 10 ta test. ChatGPT ga buyruq berdim. Agar sizning mavzuyingiz hech qayerda bo'lmaydigan bo'lsa, o'zingiz yozib chiqasiz. Bu yerda HRlar bor ekan, Look kompaniyasining HRlari. Sizlarga eslatib o'taman, sizlar mavzuyinglar internetda bo'lmaydi. O'shaning uchun o'zingizlar prezentatsiyalarni olib tashlaysizlar bu yoqqa endi. O'zingizlar taqdimotinglar bor-ku, o'shandan copy paste qilib, olib o'sha yoqqa tashlab tursanglar bo'ladi. Xo'p. Nima qilamiz? Mana bu yerda 10 ta savol tuzib beradi bizga. Mana 10 ta savol tuzib beradi, to'g'ri javoblar belgilagan holda. Tushunarli? Qo'lingizda tuzib o'tirmang, illo agar bo'lmasa agar. Ya'ni
qayerdadir kitobda tekst varianti bormi, olib ChatGPT ga tashlasangiz, sizga tayyor chiqarib beradi, test tuzib beradi. Osonroq varianti shu o'zi. Xo'p, keyin endi nima qilamiz? Endi olib buni qo'yib chiqamiz. Amir Temur qachon tug'ilgan? Xo'p, savollarni hammangiz eslab qolinglar, chunki hozir video chat oxirida hammamiz Kahoot o'ynaymiz. Hammamiz birgalikda o'ynaymiz Kahoot, eslab qolinglar. Hammamiz emas, 20 ta omadli odam o'ynar ekan. Birinchi kirganlar. Xo'p, buni copyright qilaman, copy qildim, ketdi. Kahootga o'tdim. Qo'ydim. Endi javoblarni mana bunda sug'urib olaman. Ketdi. Birinchi A ga qo'ydik. B javob. Mana bu yerda turibdi. Men buni o'chirib qo'yaman. To'g'ri javob tichkasini o'chiraman-da. Mana men buni bosish kerak, ya'ni o'ng tomonda belgi bor. Bu to'g'ri javobni belgilaydigan belgi bu. Mana o'sha to'g'ri javob yozib qo'yaman, belgilab qo'yaman bu yoqqa. Endi mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Ketdi. 3-savol. Bu yoqqa C variant ketdi. Mana birinchi savolimiz tayyor bizada. Endi qaranglar, savol qo'shish uchun mana bu add question degani bor. Add question kiramiz. Quiz. Bizada hozir ya'ni premium versiya emas, sotib olingan varianti emas. Mana tekin versiyasi. Shu sababli menda ikkitagina funksiyasi bor Kahootda. O'zi Kahoot funksiyalari ko'p. Menda ikkitagina funksiyasi bor. Bittasi test tuzish, ikkinchisi ham test tuzish. Ikkinchisi ha yo'q testi. Ya'ni birinchisi to'rttali test bo'lsa, ikkinchisi to'g'ri noto'g'ri testi. Bundan tashqari agar siz chuqurroq shug'ullanaman desangiz, xo'p, nima versiyalar bor yana? Javob yozish versiyasi bor. Ya'ni %100 javobni o'zi yozish kerak bo'ladi. Misol uchun eng nima deylik? O'zbekiston poytaxti desa, Toshkent bolalar yozish kerak bo'ladi bu yerga. Bolalarni o'zi yozish kerak bo'ladi. Xo'p. Farruh aka, bitta iltimos sizdan. Ovozim yaxshi eshitilyapti, hammasi tushunarli bo'lyapti, ma'lumot berib yuborasizmi? Iltimos, Farruh aka. Eshitilyapti, ustoz, eshitilyapti. Bo'ldi, rahmat. Mabodo agar eshitilmay qolsa, menga xabar berib yuboring, iltimos. Maylimi? Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Mayli. Bemalol o'tib yotibman. Xo'p, ikkita varianti bor. Pulli versiyasini olsangiz, turli xil variantlar bor. Misol uchun slayder degan varianti bor. Bu nima? Yil tanlash mumkin yoki biror bir sana tanlash mumkin bo'ladi. O'sha siz sanani kiritib qo'yasiz. Misol uchun Amir Temur qachon tug'ilgan deganda o'sha 1336 ni bolalar o'sha tanlash kerak bo'ladi. Yoki kartali test bor, ya'ni bolalar kartada yoki o'sha rasmda topish kerak bo'ladi. Yoki puzzle varianti bor, yoki quiz audio degan varianti bor. Boya musiqa maktabida ishlayman dedilar. Misol uchun deylik, endi musiqada o'tiladimi yo'q bilmadim. Ovozni toping deb musiqa qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun. Bu yerga musiqa qo'yib berib bolalarga shunaqa test olsangiz bo'ladi. Men endi avval madrasada ham ishlaganman. Madrasada ishlaganman. Shu paytda Kahootda test olganimda nima qilganman? Ya'ni o'sha Qur'ondan oyat qo'yib turib, keyin bu qaysi oyat deb so'raganman bolalardan. Misol uchun aytyapman, shunaqa funksiyasi bor edi o'sha paytda. Xo'p, bundan tashqari yana qanaqa funksiyalari bor buni? Poll bu, ya'ni bunisi nima esimga kelmayapti hozir. Xo'p, bu so'rovnoma adashmasam, so'rovnoma edi. Bilganlar o'zi tashab qo'yinglar. Ya'ni mana shunaqa funksiyalar juda ko'p bularni, faqat bular platniy versiyalari. Bular pulli versiyalar. Hozir bizlarni o'zimizga mana bu quiz o'zi yetadi. Xo'p, yana endi savol tuzaman. Bitta savol tuzganda esingizda bo'lsa, endi ko'paytiramiz buni. Ko'paytirish ham osonroq yo'li bor. Mana bu yerda quiz degan joyda duplicate bor. Bittalab add question qilsangiz ham bo'ladi, vaqt oladi bu. Lekin mana bu yerda mana buni bosaversangiz, o'zi nima qiladi? Duplikatsiya qilib tashlaydi mana. Mana qilib 10 tacha tuzib olamiz bizlar. Nechta 8 ta bo'ldi? Yana bitta bossak, yana bitta bossak 10 ta bo'ldi mana. 10 ta bizga cho'rnavek ochib berdi. Endi xo'p. Bu yerdan olamiz boyagi savollar. Amir Temur haqida savol. Birinchisini yozgandiga, ikkinchisi endi. Ikkinchisi bundan qochish boshladi. Ha. Ikkinchisini olamiz, ikkinchi savolni qo'ydik. Mana savol tuzildi. Ikkinchi savolni qo'yib chiqamiz. Hop. Hop. Oxirigacha ko'rib olamiz. Chiqib ketib qolmaymiz. Sababi oxirida men qay tartibda olish kerakligini ham aytaman. Eng muhim joyi oxirida bo'ladi bugun darsimizni. Chunki
ko'pchilik qanaqa tuzishni biladi-yu, qay tartibda olishni bilmaydi. Keyin ko'p muammolar kelib chiqadi. Xo'p, Amir Temur qayerda tug'ilgan? 3-savolimiz. Eslab qolinglar, hali Kaxutda tashiyman shuni. Xo'p, ketdi. Samarqand shahri deyilgan. Bu yerda ko'pisi variant bo'lib qoldi javoblarni. Mana buni o'chiramiz. Kesh yaqinida Xo'jaylov qishlog'i deyilgan. Termiz shahri. Xo'p, ketdi. 4-savol. Xo'p. Temur qanday harbiy maqomga ega? Misol uchun buni qo'yib chiqishimiz mumkin. Kitobinglar bo'ladi-ku, maktab kitobi. Misol uchun men kitobdan dars o'tsam, O'zbekiston tarixi kitobidan dars o'tsam, nima qilaman? O'shani o'zidan skopiya qilib olaman. Ya'ni o'shani o'zidan ko'chirib olish mumkin bo'ladi. Hop, 5-savol ketdik. Hop, 5-savol yozyapman. Hop. Hop, yoki 5 ta yetarmikan? Martarag'ay. 5 ta yetadi, qolganini boshqa narsa qilib ko'rsataman. Hop. 5 ta Amir Temur haqida savol tuzdik. Yana bunda nima funksiyasi bor? Ko'rsatib o'tay. Qanaqa savol tuzsa bo'ladi? Ha, yo'q savolini tuzsa bo'ladi. True, false. Ya'ni misol uchun deylik. Amir Temur va aytaylik Alisher Navoiy deylik. Alisher Navoiy aka-ukami degan savol beraylik. Aka-ukalarmi? Bu maktab bolalari shunga ham xato qilishi mumkin bugungi kunda. Hop, false mana, ya'ni noto'g'ri javob bu. Hop, ketdi. Yana nima funksiya bor? O'rtaga rasm qo'shsangiz bo'ladi. O'rtaga rasm qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, qanaqa rasm qo'shsangiz bo'ladi? Hop, ovozdan nima deyishibdi? O'rtaga misolcha rasm qo'shsangiz bo'ladi. Hop, nima rasmlarim bor ekan bu yerda? Upload media qilsak. Books, new lessons. Aytaylik. Mana bunaqa ishlar ham qilganman. Mana bu rasm qo'shamiz misol uchun. Nima rasm edi bu? Hop. Bu qaysi imperiya deb savol beraman. O'rta rasm. Bu qaysi imperiya? So'roq. Bu Boburiylar imperiyasi bu. Boburiylar imperiyasi. Temuriylar deymiz bu yoqqa. Temuriylar, Ashtarxoniylar deymiz. Ashtarxoniylar yoki Mang'itlar deylik. Hop, Boburiylar to'g'ri javob edi. Hop, 7 ta bo'ldi, 8-savol. Mana bu yerda olamiz. Keyingi savol. Amata qaysi qabilaga mansub bo'lgan? Ballos urug'iga mansub bo'lgan. Mana bu yerda ketdi. Hop, savol javoblarni eslab qolsalar, hozir o'ynaymiz sizlar bilan Kaxut. Javoblarni yaxshilab eslab qolamiz. Hop, ketdi keyingi savol. Temurning otasi diniy e'tiqodiga ko'ra kim bo'lgan? Islom dini albatta. Hop. Yana bitta funksiyasi bor. Nima qilsak bo'ladi? Ikkita to'g'ri variant qilsak bo'ladi. Islom dinini qabul qilgan, masalan, sunniy bo'lgan. Sunniy mayli, bunisiga keyingi savolga qilaylik. Nasroniy, buddist. Hop, ikkita to'g'ri javob qilsak ham bo'ladi. Ikkita to'g'ri javob qilsak bo'ladi. Hisoblashimiz. Hop, ikkita to'g'ri javob. Onasi haqida tarixiy, hop, Ibn Xaldun. Uchrashgan haqida yozgan mashhur tarixchi kim? Ibn Xaldun ko'rishgan Amir Temur bilan. Aytaylik. Ketdi bu yoqqa Ibn Xaldun. Al-Xorazmiy. Shartli ravishda aytaylik, Al-Xorazmiy ko'rishgan deb hisoblasak agar, mana yana bitta variant belgilab qo'ysak bo'ladi. Al-Xorazmiy yoki Ibn Xaldunning Ibn Xaldun 2 deylik. Bu ham to'g'ri javob. Ibn Xaldun 2 deb qo'yaman mana. Ikkita to'g'ri javob qilsak ham bo'ladi. Ya'ni ikkita to'g'ri javob bilan ham chiqarsak bo'ladi. Xo'p, endi. Xo'p, shu joygacha hamma tushundimi?
shu joygacha nima savol bor? Tushunmay qolgan joylar bo'lsa berishinglar mumkin. Nima joyi qolib ketdi? Hop, 40 ekanmiz. Hop, oxirgi Ibn Arab shoh yozib qo'ysak bo'lar ekan. Mana ko'rishgan inson Ibn Arab shoh deylik. Ibn Arab shoh ko'rishganmiz. Hop, bu shu joygacha tushunarli bo'libdi. Hop, endi bo'ldi, biz testimizni tuzib bo'ldik. Bu yerda tuzdik testimizni. Endi nima qilamiz? Qarang. Nima funksiyasi bor? Test tuzganingizda mana ham chetida funksiyalari bor, ya'ni vaqt qo'ysa bo'ladi. Misol uchun 20 sekundmi, necha sekund? Qiyinligi, osonligiga qarab turib vaqt qo'yasiz. Misol birinchisini 30 sekund vaqt bersak bo'ladi. Xo'p, keyin ballar berish. Standart ball berish mumkin, 2 ball berish mumkin, ya'ni 2 barobar ko'p ball berish mumkin. Eng muhim savollarga 2 barobar ko'p qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki no points, ya'ni ball bermasligingiz mumkin ba'zi savollarga. Xo'p. Mana shu bilan tuzib bo'ldik biz. Xo'p, endi nima qilamiz? Save qilamiz. Hop, nomi nima? Amir Temur test. Amir Temur test. Test deb saqlanib qo'yamiz sizlarda. Testda. Hop, izohi nima? Ustoz kundaligi, ustoz kundaligi darsida. Buni yozmasanglar ham bo'ladi, men tepasini yozib qo'ysangiz o'zi yetadi. Hop. Bo'ldi, biz tuzib bo'ldik testlarimizni. Hop, saqlanib qildik. Endi mana dan qilamiz, ya'ni chiqdi bizda. Mana eski kaxotlarim ham chiqdi. Hop, sizlarga bu yerda ko'p o'quvchilarim rasmini qo'yib ham kaxot qilaman ko'pincha. Mana ketdi. Endi sizda turibdi mana tayyor. Mana Hostlife Amir Temur testi turibdi. Hop, Hostlife qilaman. Kirdim Hostlife'ga. Hop, hozir kiramiz. Ozgina qotishlar bo'lyapti. Hop, ketdi. Hozir bizga klassik modni o'zi yetadi. Hozircha shart emas. Birinchi mana shu klassik modni o'rganib olaylik, keyin mana bunaqa boshqacha o'yinlar o'ynasanglar bo'ladi, xuddi shu testlar bilan. Hozir bizga klassik o'zi yetadi. Hop, nima qilamiz? O'sha Amir Temur testini start qildim. Startni bossangiz, mana bunaqa ekranga mana bunaqa yozuv chiqadi. Hop, eslatib o'tay. Bu o'yin hop, ovozi chiqib ketdi. Hop, eslatib o'taman. Bu o'yinni o'ynash uchun, bu test bilan shug'ullanish uchun nima qilish kerak? Bolalarning qo'lida telefon bo'lishi kerak yoki notebook bo'lishi kerak. Va buni bu o'yinni qo'yishingiz uchun sizda ham nima bo'lishi kerak? Proyektor bo'lishi kerak. Ya'ni darsda ekranga qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana bunaqa yozuv chiqadi. Mana bu yozuv chiqdi. Bu nima? Hozir qolganlarni kirishini kutyapti bu. Xo'p, endi sizlar qanday kirasizlar? O'quvchi qanday kiradi bu yerga? Savol endi, o'quvchi qanday kiradi? Xo'p, ketdik. Mana bu yerda Kahoot IT deb yozib kirishingiz mumkin bo'ladi. Kahoot IT. Kahoot IT deb yozamiz. Sizlar endi Kahoot IT sayti orqali kirasizlar. Mana bunaqa sizlar yozuv chiqadi. O'sha joyga mana bu yerdagi o'yinni kodini yozishingiz kerak bo'ladi. Elnuraxon shu sirli qilib kirib oldilar. Keldilar. 873 2833 mana shu kod bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga men saytdan tashiyman. Mana shu saytga kirsanglar, mana bunaqa yozuv chiqadi. Game pinni bosib turib kirishingiz kerak bo'ladi. Bizda 20 ta odamga joy bor. 20 ta odam kirishi mumkin. Xo'p, izohga qaraymiz. Izohga men qanday kirishni o'rgataman sizlarga. Hop, kahoot.it. Hop, mana shu sayt orqali kiringlar. Izohga yozib qo'ydim sizlarga. Shu orqali kirishingiz kerak bo'ladi. Kiramiz. Kirganimizda nima bo'ladi? Mana bunaqa yozuv chiqadi. Mana ekran chiqadi. Kahoot IT. Hop, 3 nuqta. Bu o'quvchi sifatida kirish uchun. Kahoot IT 3W bilan bo'lsa kerak menimcha. Hop, kirganimizda nima qilamiz? Kod yozish chiqadi. 873 28 33 raqam bilan kiramiz. Hop, ulguramiz tezroq, kim kirmagan bo'lsa. Biz 20 ta odam kira oladi. Hayotjon, Sherxon aka, Sabinaxon, Mukarramxon, Hadijaxon, Elnuraxon kirishdi. Hop, kiramiz hammamiz. Ulgurgan hamma kiramiz. Hop, ozgina qotishlar bo'lishi mumkin. Alki bermaysizlar. Odam ko'paygan sari.
olti, yetti, sakkiz, to'qqiz. Savolinglar bo'lsa izohni yozib turishinglar mumkin. Nimani tushunmay qolgan bo'lsanglar. Biz testni tuzib bo'ldik. Ekranga ham chiqardik. Siz endi kirishingiz kerak. o'n ikkita odam kirdi. Xo'p, bizda 20 ta bilan cheklangan. Sababi bu pullik versiyasi emas. Ya'ni tekin versiyasida 20 tagacha odam olsangiz bo'ladi. Pullik versiyasida bo'lsa uni cheklanmagan adashmasam 50 ta 100 tagacha kirish mumkin bo'ladi. Xo'p. Pullik versiyasi qanchaligini bilmas ekanman, hozir ko'ramiz. Hop, ikkita odam qoldi bizada. Hop. Kahootni pulli versiyasi oyiga $6 ekan. Premium plus $9 ekan. Ya'ni Kahootni premiumi $6 oyiga. Ya'ni 70 ming, 72 mingga to'g'ri kelyapti. Yiliga bo'lsa $72 ekan. Premium versiyasi. Hop, 18 ta odam qo'shildi. Premium plusi bo'lsa $108 ekan. Biznes professional foydalanuvchilar uchun oyiga $10 dan $120 ekan. Hop. Hop, 17 ta bo'ldi. 17 ta bilan boshlaymiz bo'lmasa, qolganlar kirib chiqib qo'shilganlar qo'shildi. Biz boshlaymiz. Hop, qaranglar, hozir bilmaganlarga aytib qo'yaman. Savollar bu ekranda chiqadi savollar. Eslab qolinglar. Telefoningizda chiqmaydi, telefoningizda rang chiqadi, faqat savollar bo'lsa bu ekranda chiqadi hozir. Hop, bo'lmasa boshladik. 18 ta bilan boshlaverdik. Ozgina qotish bo'lsa, ozgina qotyapti, lekin o'zi hayot unaqa qotmaydi. Hozir internetda onlayn olganimiz uchun qotyapti bu. Hop, boshlandi savollar, ketdi. Sizlarda rang chiqadi, telefoningizga qarasanglar, telefoningizda. Hadi ketdi. Hop, qizil, ko'k, sariq, yashil ranglar chiqyapti telefoningizda. Mana shu yerda tanlab bosishingiz kerak bo'ladi. Hop, 10 ta odam javob berdi. Hop, bizning vaqtimiz tugadi. Hop, 4 ta odam to'g'ri javob beribdi. Ketdi. Birinchi o'rinda Dinoraxon ketyapti-da, Sabinaxon, Elnura, Farizaxon to'g'ri javob berishdi hozir. Hop. Keyingi ikkinchi savolga o'tamiz. Hop, ba'zilar kirolmay qolibdi. Kodi 873 2833 edi. Hozir ham qo'shilib olsanglar bo'ladi. 2833. Hop, kim qatnashayotgan bo'lsa, chiqisi yo'q. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop, savollar ekranda chiqadi. Qotayotgan bo'lishi mumkin. Hop, savol: Amir Temur qayerda tug'ilgan? Keshaqin Xo'jalar qishlog'i. Hop, Elnuraxon oldinga o'tib ketdilar. Hop, Dinora tepaga ko'tarildilar hozir. Amir Temurning otasining ismi nima edi? Keyingi savol.
Hadichaxon pastdan tepaga ko'tarildilar. Amir Temur, Alisher Navoiy aka-ukalarmi? Bilmaydiganlar uchun true bu to'g'ri, false bu noto'g'ri degani. Bitta odam to'g'ri deb bosib qo'yibdi. Hop, Elinora birinchi o'rinda ketyaptilar. Hop, bu qaysi imperiya deb rasmli savol edi bu. Hop, Boburiylar imperiyasi degandik-ku buni. Hop. Hop, bizada oxirgi savolimiz qoldi. Hop, Elinora birinchi o'ringa ketyaptilar, Sabinaxon ikkinchi o'rinda, Dinoraxon, Xadija va Sherxon aka tepaga chiqib oldilar. Hop, yaxshilab diqqat qilamiz. Oxirgi savol. To'g'ri javob belgisi qolib ketgan ekan. Hop, koordinati Sevara yozibdilar. Ya'ni savolda sizga ko'rinmaydi, sizga faqat qizil, yashil chiqadi. Savollar ekranda ko'rinadi. Savollar ekranga chiqadi. Hop, Amir Temur testida ko'ramiz. Endi oxiri podium ko'ramiz natijalarni. Dinoraxon 3-o'rinni oldilar. 3-o'rin, 2-o'rin Sabinaxon. 1-o'rin bo'lsa, tabriklaymiz, Elnuraxon 1-o'rinni oldilar. Elnuraxon ya'ni 1-o'rinni oldilar. Hop, mana shu Kahoot testi. Endi bundan ham kerakli joylar bor, yaxshi joylar bor endi. Bo'ldi, Kahoot oldik bo'ldi emas. Endi nima funksiyalari bor desa, endi nimalar qilsak bo'ladi? Hop, chiqdi. Endi session summary qilib endi tahlil qilsak bo'ladi. Endi tahlil qilishimiz mumkin. Session summaryni bossak, o'ng tomonda bizga tahlil qilib beradi. Kim necha foiz qaysi savolni topganini. Mana bu view full report degan joy bor tepada. Shunda bossak, bizga analiz qilib beradi. Eng muhim joylardan bittasi bu. Ya'ni nima qilsak bo'ladi? Ko'rib analiz qilsak bo'ladi bu joyda. Hozir men sizlarga ko'rsataman to'liq. Hop, 33% to'g'ri javob berilmiz umumiy. Endi ishtirokchilar. Hamma ishtirokchilarni ko'ramiz. Hop, ba'zilar kira olmagan. Marvaz, Vazira, Maysaraxon umuman javob bera olmaganlar, ya'ni kira olmaganlar. Hop, Amin aka 10% to'g'ri javob, xuddi shunaqa. Eng tepada Elnuraxon 90%, Sabinaxon 90%. Faqat Elnuraxon o'tib ketganlar, tezroq bosganlar ular. Ya'ni bu o'yinda kim to'g'ri bosishdan tashqari, kim tezroq bossa ko'proq ochko oladi. Misol uchun Elnuraxon bilan Sabinaxon bir xil to'g'ri javob berishgan bo'lishi mumkin, lekin nima bo'ladi? Elnuraxon ko'p tezroq javob berganlar. Shuni hisobiga ularda ball ko'proq bo'lgan. Hop, mana biz Dinoraxon 70%, Hadichaxon 80%, mana bu foizni ko'rsa bo'ladi. Hammani foizini ko'rsa bo'ladi. Hop, biz darsda nima qilamiz? Mana shu foizni jurnalga ko'chiramiz keyin.
necha foiz olgan bo'lsa, shuni jurnalga ko'chirib chiqishimiz mumkin. Xo'p, undan ham tashqari nimalar bor yana? Need help qilsangiz bo'ladi, ya'ni kimga qaysi savolda yordam kerak degani bor. Xo'p, bundan tashqari questions degan joyi bor, savollar joyi. Ya'ni qarang, savollarni tahlil qilsangiz bo'ladi bu yerda. Savollarni tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni qaysi savolga ko'pchilik to'g'ri javob bera olmadi, shuni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi bu Amir Temur qachon tug'ilgan degan savolga, chunki javob bera olmadimiz, ko'pchilik hali tushunmagan buni. Kahut nima ketayotganini, qanaqa ketayotganini tushunmagan ko'pchilik, shuning uchun randomni bosib olgan deb o'ylayapman. Hop, keyingisi sekin-sekin 26% ko'tarilgan. Mana bu yerda 17% ekan. Bu qaysi imperiya degan savolga 17% to'g'ri javob beribsizlar. Sababi rasmli savol edi. Shuning uchun sizlarga ba'zilar ko'rmaganlar bosa olmagan bo'lsa kerak. Hop, 26% Temur otasi qaysi diniy e'tiqodga ko'ra kim bo'lgan degan savol 26%. Ya'ni mana shunaqa nima qilsa bo'ladi? Tahlil qilsa bo'ladi. Hop, bundan tashqari mana bu summary bor. Ya'ni qiyin savol, kimga yordam kerak? Mana shu 3 ta o'quvchiga yordam kerak. Endi bu yerda biz kira olmaganlar, ya'ni Maysaraxon, Vaziraxon, Marvazga yordam kerak deyapti. Tugata olmaganlar Maysara, Soliha, Vazir uchalari ham oxirigacha tugata olishmabdi. Xo'p, undan ham muhimi hozir qayerda edi? Esimdan chiqib qoldi. Hop, adashmasam, ya'ni buni Excel variantiga ko'chirsangiz bo'ladi. Excelga ko'chirib turib, buni chiqarsangiz bo'ladi. Hozir qayerda esimdan chiqib qoldi. Expand emas. Yo'q, question emas. Hop. Qanday qilinardi u? Ya'ni balki mana bu ekan. Report optionsda bunday kirsangiz, hop, download report qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yuklab olsangiz bo'ladi natijalarni. Misol uchun download qilsak, mana yuklab olamiz buni. Yuklasak mana bizga tushdi. Open qilamiz buni. Asliga ochilanini bilmadim. Asliga chiqmadi. Hop. Hozir masalaga ko'rsataman. Mana bunaqa yuklab olganda mana bunaqa fayl ko'rinishida berdi menga. Ya'ni fayl ko'rinishida beradi. Excel ko'rinishida mana bu yerda tahlil qilsak bo'ladi. Kim o'tkazdi, necha foiz javob topildi. Hop, oxirgi natijalar. Elnuraxon 9 ta to'g'ri javob, bitta noto'g'ri javob. Mana bunaqa qilib chiqarsangiz bo'ladi buni. Rasmiy eng kerakli joy shu bizga. Ya'ni chiqarib turib yoki maktabda dars bersa ota-onalarga ko'rsatsangiz bo'ladi yoki ilib qo'ysangiz bo'ladi. Men shunaqa qilganman oldin. Hozir qilmayman. Oldin qilardim. Ya'ni shanba kuni bolalar natijasi ilib qo'yardim shunaqa. Mana bunday qilib ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi, ilib qo'ysangiz bo'ladi javoblarini. Xo'p, umumiy ballari, javoblari chiqadi. Mana shuni print qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Qaysi savollar ko'pchilik qiynalyapti? Buni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi savol, kim noto'g'ri javob berdi? Bu xullas shunaqa tahlil qilsangiz bo'ladi. Umumiy olganda shunaqa shu darajada nima beradi sizga? Natijalarni ko'rsatib beradi. Xo'p. Ya'ni shu xolasalar tashab qo'yaman hozirlarga natijalarni. Xo'p, qayerda edi? Biletlar. Men bu yerdan olib sizlarga tashab qo'yaman hozir. Kommentariy tashir ekanman. Izohlarga tashab qo'ydim hozir natijalarimizni. Hozir o'ynagan savolimizning natijalarini izohga tashladim. O'sha yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pastida yonga o'tkazsanglar, o'sha to'liq ma'lumot bor sizlarga. Kim necha ball olgani haqida. Xullas shunaqa. Ya'ni foydalanib ko'rishni tavsiya qilaman. Bu yerda o'zini kahotlari bor, endi ingliz tilida. Faqat o'zidan qidirsanglar bo'ladi. Misol uchun deylik, ingliz tili ustozisiz. Nima? Masalan, to be mavzusida. Masalan, to be mavzusida qidirsangiz, mana o'zida chiqarib beradi, misol uchun. Mana shu tuzilgan eski mavzular bo'ladi. Yoki deylik, Amir Temur haqida biz o'zimiz tuzdik, lekin tuzilganlar ham bo'lishi mumkin. Tuzilganlarni o'zini chiqarib beradi. Amir Temur haqida qidiramiz. Misol uchun mana oldin tuzilganlar ham chiqarib beradi bu yerda. Ya'ni bizaniki emas, umumiy boshqalar tuzganini chiqarib beradi.
30 talik savol bor ekan. Mana o'zimiz tuzib o'tirmaymiz, ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, geografiya ustozlari bor, bizda geografiyadan qilsak bo'ladi. Misol uchun flex qilsak bo'ladi. Yoki flex qilsak chiqarib beradi. Ya'ni har xil davlat bayroqlarini. Bayroqlar haqida bor. Yoki deylik, map qilaylik, map. Ya'ni xarita. Mana xaritani savollarini chiqarib beradi. Ya'ni o'zimiz tuzmasak ham tuzilganlari bor demoqchiman. Shu tarzda olsak bo'ladi. Sinab ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, umumiy olganda shu. Ya'ni eng muhim joylarni tushuntirib berdim degan umiddaman. Shunaqa olinadi. Xo'p, endi qarang. Endi yana bitta muhim joyi, bu narsani bilib olinglar. Bir marta bolalardan olganinglardan keyin bolalar yoqtirib qoladi bu o'yinni. Keyin muammo paydo bo'ladi. Ustoz deydi, har kuni boshingizni qotirishni boshlaydi. Yana o'ynaylik deb. Shuning uchun bolalar bilan avvaldan kelishib olish kerak. Men uni zamonaviy pedagogik kursimizda tayinlab o'taman hammaga. Ya'ni kelishib olish kerak. Bir oyda bir marta o'ynaymiz, bir haftada bir marta o'ynaymiz deb o'zingizni ma'lum bir vaqtingiz bo'lishi kerak. Bo'lmasa bolalar qiynab yuboradi sizni. Ustoz bugun o'ynaylik, ustoz kahot o'ynaylik deb nima qiladi? Qiynab yuboradi. Hattoki ba'zi maktablarda kahot o'ynash taqiqlangan. Chunki ko'p ustozlar ko'p o'ynatib yuborganidan o'quvchilar nima qilgan? O'rganib qolgan. Xo'p, ko'p o'rgatib ham qo'yish kerak emas. Zo'r dastur, lekin haddan ziyod oshish kerak emas. Shakari ham oz yaxshi. Bu narsa zo'r vosita, lekin har darsda kahot o'ynatishingiz ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Shu sababli qachon tavsiya qilaman? Qachon o'ynatishni tavsiya qilaman? Ya'ni mavzu o'tdingiz, takrorlatish vaqtida kahot o'ynatsangiz bo'ladi. Mavzuyingizga ko'ra bo'lishi kerak. O'yiningiz ham, o'ynatayotgan o'yinlaringiz ham maqsadga xizmat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni shunchaki maza qilaylik, vaqt o'tkazaylik emas, mavzuyingizga oid savollar tuzib keling va shunga qarab kahot o'ynating. Bu darsni mustahkamlashga yordam beradi sizga. Umumiy olganda shu, iltimos qilaman, doimo o'ynatib yubormang. Bolalar juda ham o'rganib qoladi. Bir haftada bir bo'lishi mumkin yoki bir oyda bir bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini vaqti bilan o'ynatib turishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, aytadigan nimadan gapim bor edi. Xo'p, endi qaranglar, faqatgina ekranda emas, ya'ni turlari ko'p, buni funksiyalari ko'p. Buni endi o'zingizlar kirib, sekin-sekin o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, savolni o'zini chiqadigan qilib tutsanglar ham bo'ladi. Hop, men shuni ham ko'rsatib o'ta qolay. Hop, boshqacha turdagi kahot ham bor, ya'ni nima qilsa bo'ladi yana. Hop, boyaga yana bir marta o'ynaylik. Hamma ko'ryapti. Bitta shuni ham o'rgatib ketaman sizlarga, bu ham qiziq. Ya'ni faqat klassik uslubda emas, o'zgacharoq qilib olsa bo'ladi. Misol uchun deylik, mana bu yerda nima bor? Hop. Masalan, turli xil o'yinlari bor. Xuddi shu testingizda turli xil o'yinlarga integratsiya qilib beradi. Misol uchun deylik, mana bu yerda Treasure degani bor. Mana shuni o'ynaymiz. Hozir 5 tacha odam kirsa yetadi, shunga ko'rsatib berish uchun. Mana bu yerda Treasure Trove degani tanlaymiz, ya'ni xazina degani. Xuddi shu testni xazinaga o'tkazib beradi. Endi boshqacharoq bo'ladi bu. O'yin tarzida bo'ladi bu. Hop. Mana bu yerda chiqdi. Xuddi boyagidek kiraylik, bir 5 tacha odam kirasan, ko'rsatib berish uchun bu. Hop, kodi 138 55 67. 138 55 67 kodi. Karamxon kirdilar. Hop. Fatma Karamxonmi? Boshlayveramiz bo'lmasam. Qolganlar ulgurmadi kirishga. Bunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'ynayotgan odam bu telefonda chiqadi savol. Qolganlar qo'shilibdi. Xo'p, qo'shilib olishdi qolganlar ham. Ya'ni telefonning o'zida chiqadi savollar. Nima qilishingiz kerak? O'sha xazina yig'ishingiz kerak bo'ladi. Otilib xazina chiqyaptimi sizlarga? O'shani bosishingiz kerak bo'ladi. Bosib va test yetishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'yin tarzida o'tadi bu. Shunaqa ball yig'ishadi bular. Bu ham qiziq o'tadi bolalarga. Hop.
Xullas buni o'zinglar o'ynatib ko'rasizlar, o'zinglar ko'rib tushunasizlar. Men hozir buni to'xtataman. Shunchaki bu tushunib olishinglar uchun edi. Ya'ni shu tarzda olsanglar bo'ladi. Savollar chiqadi o'ziga. Hop. Qanday to'xtatardik buni? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Xayrli kech, avvalambor Alloh taolo yuzingizda qilsin. O'zi bu naqaga shu naqa meeting qildingiz-ku, meetingga umuman boshqa niyatda, maqsadda kirgandim. Bir maslahat so'ramoqchi edim, iloji bormi? Ismim Sanjarbek. Kimga murojaat qilsam bo'ladi sizga? Men sizni to'g'ri emas, endi kanalingizni kuzatib borganim ko'p bo'lmadi. Qarashlaringiz yoqdi, shuning uchun maslahat so'ramoqchiman, shuning uchun. Bemalol hozir shuni aytib olsak bo'ladimi? Sanjarbek aka, shuni tugatib, xulosa qilib qo'ydik, keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Birinchi sizga mikrofon beraman. Rahmat. Uzr. Xo'p, mayli. Xuddi shunaqa o'ynaladi xullas. Xo'p. Stop qilamiz sheringga. Shunaqa gaplar. Tushunib olgan bo'lsanglar xursandmiz. Baribir bitta sinab ko'rishinglar kerak, o'ynatib ko'rishinglar kerak, sekin-sekin qolganini o'rganasizlar o'zinglar. Faqat ehtiyot bo'lasizlar, bolalar ko'chirish odati bo'ladi. Ba'zi saytlar bor, shuni kodini ochib beradigan saytlar. Ba'zi bolalar shu ko'chirishni o'rganib oladi. Bu narsaga hazır bo'lasizlar, qarab ehtiyot bo'lib turasizlar. Hozircha boshlab qo'llab ko'rishni tavsiya qilamiz. Xo'p, umumiy olganda shu nima tushunarsiz bo'lib qoldi? Birinchi shu mavzu bo'yicha gaplashaylik, keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Nima tushunarsiz bo'lib qoldi? Shuni gaplashaylik. Hamma tushundimi? Tushunmagan joylar bo'lsa mendan so'rasanglar,